Diabetiklar ichadigan 3 xil eng xavfli dori. Bu dorilarni hattoki siz ham iste'mol qiladigan bo'lishingiz mumkin. Bu dorilar ko'pchilik bilmasdan uzoq muddat iste'mol qilganligi natijasida qaytarib bo'lmas asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Bugungi videoda bu dorilar qaysi dorilar va bu dorilar o'rniga qaysi dorilarni iste'mol qilish kerakligi haqida bugungi videoda aniq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi eng asosiy dori bu metformin. Metformin har xil turlari mavjud. Bular glukofaj, siafor yoki sitamet, shunga o'xshash preparatlar. Bu preparatlar juda ham ko'p. Bu dorilar nafaqat diabetiklar uchun, hattoki metabolik sindromda ham juda ham keng qo'llanilib keladigan dorilardan biri hisoblanadi. Bu dorilarning xavfi nimada? Birinchi asosiy masala. Metformin guruhiga kiruvchi preparatlar bu shunchaki buyurilmaydi. Bu to'liq 100% vrach nazoratida buyurilishi kerak bo'lgan preparatlardan biri hisoblanadi. Agar siz metformin ichadigan bo'lsangiz, instruksiyasiga qarishingiz so'ralgan bo'lardi. Chunki metformin guruhiga kiruvchi preparatlar 50 yoshdan yuqori insonlar uchun qat'iyan 100% vrach nazoratida bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki bu sarkopeniya, ya'ni mushaklar so'rilib ketishiga sabab bo'luvchi asosiy preparat hisoblanadi. Agar mushaklar sizda yetarli miqdorda rivojlanmaydigan bo'lsa, ayniqsa yoshi katta insonlarda qandli diabet keyinchalik o'ta rivojlanib ketishi va bu esa preparatlar hech qanday effekt bermasdan insulinga o'tishga sabab bo'luvchi holatlardan biri hisoblanadi. Insulin haqida biz bundan oldingi videolarda ham juda ham ko'p to'xtalib o'tganmiz. Bu haqida alohida to'xtalib o'tmaymiz, chunki insulin bu juda ham katta mavzu. Aynan shu insulin o'ta yuqori bo'lganligi sababli sizda qandli diabet kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Agar insulin miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizga metformin guruhiga kiruvchi preparatlar vaqtinchalikka buyurilishi mumkin bo'ladi. Bu preparatning asosiy vazifasi ham aynan shunda. Agar siz metformin guruhiga kiruvchi preparatlar iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, har 3 oyda insulin miqdorini ko'rib borishingiz tavsiya qilinadi. Chunki metformin preparati bu to'g'ridan-to'g'ri insulinni pasaytiruvchi preparat hisoblanadi. Aynan shu insulin miqdori pasaygandan keyin organizmda insulin resistentность, ya'ni insulinga bo'lgan sezuvchanlik yuqori bo'lishni boshlaydi va oldingiday insulinga bo'lgan sezuvchanlikni qayta tiklash imkoniga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Bu holatda albatta metforminning roli beqiyos hisoblanadi. Lekin metforminni shunchaki yillar davomida iste'mol qilib borish bu keyinchalik ozib ketish va o'sha sarkopeniya kasalligini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Lekin bundan tashqari eng katta asosiy nojo'ya ta'sirlardan biri metformin guruhiga kiruvchi preparat, ya'ni o'sha glukofaj yoki siafor preparatlar, bular to'g'ridan-to'g'ri oshqozonda Castle faktori ishlab chiqarishni to'liq bloklaydi va oshqozonning shilliq qavatini keyinchalik yemirilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan Castle faktor bu shunchaki Castle faktori emas. Bu siz iste'mol qilib boradigan mahsulotlar, ya'ni go'sht va oqsilli mahsulotlar tarkibidagi vitamin B guruhiga kiruvchi vitamin B9 va B12 kabi vitaminlarning so'rilishini asosiy nazoratda ushlab turadigan bu Castle faktori hisoblanadi. Agar Castle faktori bo'lmasa, hech qanday vitamin B yoki vitamin B9 so'rilmaydi va sizda keyinchalik pernitsozna anemiya rivojlanish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Ayniqsa bu yosh kattalarda tez-tez uchrab turadigan holatlardan biri hisoblanadi. Qandli diabet va unda qo'llanilib kelinadigan metformin preparati ham aynan shu jarayonni tezlashtirib beruvchi jarayon hisoblanadi. Shuning uchun metformin albatta 100% vrach nazoratida buyurilishi kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Diabetiklar, hattoki diabet bo'lmaydigan insonlarda ham oshqozonda og'riq yoki oshqozonda noxush ta'm bo'lishi, og'izda noxush ta'm bo'lishi yoki kislotali muhit oshib ketganda ko'pchilik iste'mol qilib boradigan, ko'pchiligingizga tanish bo'lgan preparat bu omeprazol yoki Ames kabi preparat. Bu preparat eng ko'p ishlatiladigan preparatlardan biri hisoblanadi. Lekin bu preparatning o'ziga yarasha juda ham ko'p nojo'ya ta'sirlari mavjud. Bu preparat shunchaki oshqozonni og'riganda yoki oshqozonni himoya qilish maqsadida ishlatiladigan preparat emas. Bu preparat oshqozonda kislotali muhitni, ya'ni o'sha xlorid kislotasini hosil qiluvchi parital hujayralarni to'g'ridan-to'g'ri aktivligini pasaytiradi va kislotali muhit avtomatik ravishda pasayadi. pH muhiti, kislotali muhit oshqozonning eng asosiy muhiti hisoblanadi. Bu oshqozonda o'ta kuchli kislotali muhit bo'ladi. Hattoki pH 1 gacha tushishi ham mumkin. Bu oddiy jarayon emas. Chunki siz iste'mol qilib boradigan oziq moddalar tarkibida o'ta ko'p miqdorda mikroblar mavjud. Va bu Ames preparati shunchaki oshqozonni kislotali muhitini nafaqat pasaytirish, ishqoriy muhitga o'tkazilishi, keyinchalik esa qonga so'rilishiga sabab bo'ladi. Bu jarayonlar kislotali muhit oshqozonni himoya reaksiyasini to'g'ridan-to'g'ri pasaytirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun
Bu jarayon oshqozonni kislotali muhiti birinchi eng asosiy masala organizmni xavfsizligi uchun kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Agar siz amez preparatini yillar davomida iste'mol qilib borgan bo'lsangiz yoki omeprazol preparatini uzoq muddat iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu preparat oshqozonda keyinchalik o'sha B guruhiga kiruvchi vitaminlar, vitamin B9 va vitamin B12 ni so'rilishini bu ham xuddi shunday pasaytirish imkoniga ega bo'ladi. Va buning oqibatida ham xuddi shunday pernitsiyozniy anemiya rivojlanish imkoni juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun bunga e'tibor qaratish shart. Omeprazol preparati bu vaqtinchalik kislotali muhitni pasaytirish mumkin bo'lgan preparat hisoblanadi. Buni uzoq muddat iste'mol qilish qat'iyan man etiladi. Uzog'i bo'lsa eng maksimum 28 kun iste'mol qilish mumkin. Bu preparat yo'riqnomasida ham aniq qilib belgilab berilgan. Shuning uchun bu preparatni uzoq muddat iste'mol qilib borish qat'iyan man etiladi. Agar siz omeprazol preparatini uzoq muddat iste'mol qilib borgan bo'lsangiz va sizda FGTS tekshiruvi, ya'ni gastroskopiya, ya'ni oshqozonni endoskopiya tekshiruvi orqali sizni oshqozoningizda gastrit yoki yazva kasalliklar rivojlangan bo'lsa, nafaqat IPP guruhiga kiruvchi preparatlar, balki bundan ham aqlliroq hozirgi vaqtda yangi molekulalar ham o'ylab topilgan. Bu molekula nomi ribamipid hisoblanadi. Ribamipid molekulasi sotuvdagi nomlari har xil bo'lishi mumkin. Bunga oddiy misol ribagid. Bu preparat shunchaki preparat emas. Bu oshqozonni shilliq qavatini qayta tiklashda ishlatiladigan asosiy fundamental zamonaviy preparatlardan biri hisoblanadi. Chunki bu oshqozonni o'zida ishlab chiqariladigan prostaglandin orqali oshqozon shilliq qavatini yana qayta tiklash imkoniga ega bo'lish mumkin bo'ladi. Lekin omeprazol va boshqa IPP guruhiga kiruvchi preparatlar bu funksiyani bajarib bera olmaydi. Bular shunchaki kislotali muhitni pasaytiradi va keyinchalik muammoni yana ham jiddiylashtirishi mumkin bo'ladi. Chunki kislotali muhit pasaygandan keyin sizda o'sha oshqozon va qizilo'ngach o'rtasidagi kardial sfinkter ishlamaydi. Va bu esa недостаточность kardiya, ya'ni kardiya yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa sizni og'zingizda har doim noxushtam bo'lishi va ko'krak qafasida qandaydir og'riqlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatlar oddiy holat emas. Bu keyinchalik esa xirurgik holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sizda o'sha oshqozon va qizilo'ngach o'rtasidagi grija, ya'ni diafragmal grijani keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Bu xirurgik davo chorasigacha o'tmasdan oldin albatta oshqozon kislotali muhitni aniq joy-joyiga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Chunki bu holat keyinchalik o'sha xirurgiyada o'ta jiddiy holatlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu hech kimga kerak bo'lmaydi. Diabetiklar uchun va yurak kasalligi bor insonlar uchun eng xavfli preparatlardan yana biri bular statinlar hisoblanadi. Statinlar bu juda ham katta mavzu. Statinlar haqida soatlab gapirish mumkin. Diabetiklar iste'mol qilib boradigan statinlarni alohida nazoratga olish shart bo'ladi. Chunki diabetiklar iste'mol qilib boradigan statinlar bu oddiy statin emas. Diabetiklar iste'mol qilib boradigan boshqa preparatlar ham mavjud. Bu ham xuddi shunday organizmga zarar keltirishi mumkin. Lekin eski turdagi statinlar, bularga oddiy misol simvastatin yoki atorvastatin kabi preparatlar, bular diabetiklar uchun yana katta zaharli preparatlar hisoblanadi. Chunki bu preparatlarning o'ziga yarasha nojo'ya ta'sirlari mavjud. Bular asosan jigar orqali metabolizm bo'ladi. Jigar orqali metabolizm bo'lishi diabetiklarda boshqa preparatlar ham xuddi shunday jigar orqali metabolizm bo'lishi jigarga katta zarar keltirishiga sabab bo'ladi va bu esa keyinchalik o'ta og'ir jigarni ortga qaytarib bo'lmas asoratlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holatga ehtiyot bo'lish shart. Bu oddiy holat emas va bu davo chorasini shunchaki o'tkazib borish va keyinchalik yana ham og'ir asoratlarga o'tib ketib ketish bu organizmga xavf tug'dirishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun statin preparatlari to'liq nazoratga olinishi kerak bo'ladi. Diabetiklar ichishi mumkin bo'lgan statinlar mavjud. Bularga oddiy misol rozuvastatin hisoblanadi va bu statinlarning eng oxirgi avlodi hisoblanadi. Rozuvastatinga oddiy misol bular rozulib bo'lishi mumkin yoki raksera bo'lishi mumkin yoki Zetor Plus kabi preparatlar. Oxirida sanab o'tilgan Zetor Plus preparati bu shunchaki statin emas, statin va plus qo'shimcha bunga izotimi preparati qo'shilgan bo'ladi. Bu preparat shunchaki oddiy preparat hisoblanmaydi. Agar siz ham rozuvastatin ham izotimib kabi preparatlarni kombinativ ravishda iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu qon tomirlar ichida joylashgan bilashkalarni keyinchalik eritish imkoniga ham ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu preparatlar albatta vrach nazoratida buyurilishi shart bo'lgan preparatlardan biri hisoblanadi. Va bu preparatlarni vrach nazoratida uzoq muddat iste'mol qilib borish bu har bir organizmga individual tartibda qo'llab boriladi. Va bundan tashqari xolesterin miqdorining qondagi nazoratida
to'g'ridan to'g'ri ishtirok etuvchi va oshqozon ichak sistemasiga ta'sir ko'rsatgan holatda xolesterin miqdorini pasaytiruvchi preparat bu ursa-dezoksixoliva kislota. Ya'ni o'sha siz bilgan ursasan preparati ham xuddi shunday iste'mol qilish mumkin bo'lgan preparatlar hisoblanadi. Yuqorida juda ham ko'p bo'lgan preparatlarni sanab o'tdim. Bu preparatlar shunchaki o'zboshimchalik bilan aptekadan shunchaki olib iste'mol qilib borish qat'iyan man etilgan preparatlardan hisoblanadi. Chunki bu preparatda sizga qarshi ko'rsatmalar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bu holatni vrach nazoratida avval sizga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi? Bunga aniqlik kiritilgan holatda keyin bu preparat iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Yuqoridagi preparatlar bo'yicha va yuqorida sanab o'tilgan qandli diabet va yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bo'yicha biz har oyda sog'lomlashtirish programmasi o'tkazib boramiz. Bu sog'lomlashtirish programmasida har bitta inson qatnashish huquqiga ega va qanday qatnashish, marafon natijalari haqida siz aniq ma'lumotlarni Telegram kanalida olishingiz mumkin. Telegram kanalda bundan boshqa eksklyuziv alohida ma'lumotlar chiqarib boriladi. Shuning uchun albatta Telegram kanalga qo'shilishingizni so'ragan bo'lardim. Telegram kanal silkasini videosida belgilab qo'yaman. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.